Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, hurmatli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Samarqand viloyati Toyloq tumaniga olib kelib o'rnatdik. 1,5-2 qavatli darvozamiz mana juda chiroyli holda olib kelib o'rnatildi. Bu darvozamiz haqida ma'lumot berib o'tsak, eniga 380, bo'yiga 4 metr razmerga o'rnadi. 15 million so'mga olib kelib o'rnatildi. Darvozamizning materiallari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, stoykalari 12 ga 8, 2,5 lik stenada bo'ldi. Profillari 6 ga 4, 1,5 lik stena, listlari 2 lik list ustiga 1 lik tosh list bosildi. 1 kvadrat metri 980 ming so'mga olib kelib o'rnatildi. Mana juda chiroyli holda olib kelib o'rnatildi. Zamoklar mana har doim o'rnatilgan. Bu bir zamok. Qirg'oqlari ham plotniy bo'lib, hurmatli aka-ukalar, kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Hurmatli aka-ukalar, doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.